Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimiz ham bitdi. Kuxonniy mebel. Urganch shahar 2 kilo ustonaga qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin, 3 etajda ishlayapmiz. Turetskiy variantda, bezruskiy variantda ishlayapmiz. Mexanizmlari tandem, ishlari MDF bo'ladi. 30-40 kg ko'taradi. Tandem mexanizm bo'ladi. Bellardan profildan rushka qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mo'kani yaxshisidan full mo'kalardan qo'yganmiz. Svetlar o'rnatib berganmiz. Yan taraflarida sushilkalari o'rnatganmiz. Gaz filtrlarini o'rnatib, dimoxodlarni o'rnatib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Yan tarafda musor idishlar ham bor. Teylarni LED lampochkalarni qo'yganmiz. Yan tarafda kotyollar bor ekan. Kotyollarni shuni chiroyli qilib shaftning ichiga joylab berganmiz. Kotyol yo'qligi ham bilinmaydi. Shaftning ichida kotyol turibdi. Stollar rossiyskiy stol qo'yilgan. 4 cm qalinliklar ko'rishingiz mumkin. 100% puha plastik emdir. Svetlarim bir neobishniy svetda. Oq bilan ochiq seriya svetda ishlayapmiz. Ko'rishingiz mumkin, chotki bo'lib chiqqan. 1 metrini 3 million so'mdan ishlab berganmiz. Shu 13 million so'mga bitgan ashxona mebelimiz. Xolodilnikdan akkuratni etib o'rnatganmiz. Uning variantida Ariston bor. Tomska ichida. Aristonlardan uch o'chishlarni tomcha ichine o'rnatib berganmiz. Zadolar ham chotki bo'lib chiqqan. Kimga shuni mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, podpiska bosib qo'ysangizlar, bizning kanalimiz rivojlanishi uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.